Agar siz 2026-yil bugundagi avgustgacha ariza bermasangiz, sizga tegishli bo'lishi mumkin bo'lgan to'lovdan quruq qolishingiz mumkin. Men bugun aynan shu masalani oddiy tilda chalkashtirmasdan kimga pul tegadi, kim kechiksa nimani yo'qotadi, kim ariza berishi shart, kim esa xavotir olmasa ham bo'ladi, hammasini batafsil tushuntirib beraman. Bu ma'lumot juda muhim. Chunki ko'pchilik menga baribir avtomatik tushadi deb o'ylaydi. Keyin muddat o'tib ketgach, nega menga to'lanmadi deb yuradi. Videoni oxirigacha ko'ring. Hoziroq kanalga obuna bo'ling va like bosib qo'ying. Chunki bunday ogohlantirishlarni vaqtida bilish pulingizni saqlab qoladi. Avvallari ko'p hollarda odamlar to'lov, kompensatsiya, nafaqa, imtiyoz yoki qayta hisoblash bo'yicha alohida ariza berishga unchalik e'tibor bermas edi. Sababi oddiy. Ayrim to'lovlar ish joyi orqali, ayrimlari mahalla orqali, ayrimlari pensiya yoki ijtimoiy himoya tizimidagi ma'lumotlar asosida avtomatik belgilanardi. Odamlarda shunday tasavvur paydo bo'lgan. Davlatda mening pasportim bor, yashash manzilim bor, ish stajim bor, farzandlarim haqidagi ma'lumot bor. Demak, menga tegishli pul bo'lsa, o'zi keladi. Lekin hozir vaziyat boshqacha. Ko'p to'lovlar bo'yicha asosiy shartlardan biri ariza berish bo'lib qolyapti. Ya'ni sizning huquqingiz bo'lishi mumkin, lekin siz bu huquqdan foydalanish uchun o'zingiz murojaat qilishingiz kerak. Men buni juda sodda misol bilan tushuntiraman. Do'konda sizga chegirma kartasi berilgan bo'lsa, lekin kassada kartani ko'rsatmasangiz, sotuvchi sizning chegirmangizni har doim ham o'zi qo'llamaydi. Huquq bor, lekin undan foydalanish uchun harakat kerak. 2026-yil 11-avgust sanasi shuning uchun muhimki, ayrim to'lovlar, kompensatsiyalar yoki qayta hisob-kitoblar bo'yicha ariza topshirish muddati aynan shu kungacha belgilangan bo'lishi mumkin. Eng xavfli joyi shunda. Odam hali vaqt bor deb yuradi. Hujjat yig'ishni ortga suradi. Portalga kira olmaydi, navbat kutadi. Bitta ma'lumotnoma yetishmaydi. Oxirida muddat o'tib ketadi. Muddat o'tgandan keyin esa ko'p hollarda men bilmagan edim. Menga hech kim aytmadi. Telefonimga xabar kelmadi degan gaplar yordam bermaydi. Men ekspert sifatida bitta narsani doim aytaman. To'lov masalasida og'zaki gapga ishonib qolmang. Qo'shnim olibdi, qarindoshimga aytishibdi, Telegramda yozishibdi degan ma'lumotlar boshlang'ich signal bo'lishi mumkin, lekin yakuniy asos emas. Siz o'zingizga tegishli holatni rasmiy manba orqali tekshirishingiz kerak. Chunki bir oilaga tegadigan to'lov ikkinchi oilaga tegmasligi mumkin. Bir odamga ariza kerak bo'lsa, boshqa odamda ma'lumotlar avtomatik ko'rinishi mumkin. Farq aynan hujjatlarda, maqomda, daromadda, ish stajida, ro'yxatda turish holatida yoki oldin ariza berilgan-berilmaganida bo'ladi. Asosiy o'zgarish shuki, endi ko'p jarayonlarda ariza bermagan odam tizimda talabgor sifatida ko'rinmaydi. Bu juda muhim jumla. Sizning haqqingiz bor bo'lishi mumkin, lekin tizim sizni to'lov oluvchi sifatida ko'rishi uchun ariza, tasdiqlovchi hujjat yoki elektron to'lov kerak bo'ladi. Agar ariza bo'lmasa, hisob-kitob boshlanmaydi. Hisob-kitob boshlanmasa, to'lov ham belgilanmaydi. Oldin ayrim holatlarda mahalla, tashkilot yoki idora ro'yxat tuzib, odamlarni kiritgan. Hozir esa ko'p narsalar elektron bazalar orqali tekshiriladi. Bu yaxshi tomoni bilan shaffoflik beradi. Lekin yomon tomoni shundaki, bazada xato bo'lsa yoki sizning ma'lumotingiz yangilanmagan bo'lsa, pul kechikadi yoki umuman chiqmaydi. Masalan, yashash manzilingiz eski bo'lsa, oilaviy holatingiz yangilanmagan bo'lsa, farzandingiz tug'ilganligi bazada to'liq ko'rinmasa, nogironlik, pensiya, bandlik yoki daromad ma'lumoti tafovut bo'lsa, tizim sizni avtomatik tasdiqlamasligi mumkin. Yana bir o'zgarish, muddat masalasi qat'iylashgan. Ilgari keyinroq ham ko'rib chiqamiz degan amaliyot ko'proq uchardi. Hozir esa budjet mablag'i reyestr, to'lov davri, ariza sanasi, qaror sanasi degan tushunchalar aniq yuritiladi. Ya'ni siz 11-avgustgacha ariza bersangiz, sizning murojaatingiz belgilangan davr ichida ko'riladi. 29-avgustdan keyin bersangiz, ehtimol keyingi davrga o'tib ketadi yoki umuman o'sha to'lov bo'yicha huquqni boy berishingiz mumkin. Aynan mana shu sababdan men oxirgi haftaga qoldirmang deb qat'iy ogohlantiraman. Birinchi navbatda ijtimoiy to'lov, kompensatsiya, nafaqa, yordam puli, uy-joy bilan bog'liq kompensatsiya, kommunal to'lov imtiyozi, bolalar puli, parvarish nafaqasi, pensiya qayta hisoblash, ish staji bo'yicha qo'shimcha haq yoki boshqa turdagi moddiy yordamga da'vogarlik qilayotganlar xavotir olishi kerak. Bu ro'yxatni men keng aytyapman.
Chunki amaliyotda odamlar ko'pincha o'z to'lovining nomini ham aniq bilmaydi. Kimdir yordam puli deydi, kimdir kompensatsiya deydi, kimdir qayta hisoblash deydi. Muhimi nomida emas. Huquqingiz bor yo'qligini va ariza shartmi yoki yo'qmi aniqlashda. Ikkinchi toifa, oldin ariza bergan, lekin javobini oxirigacha tekshirmagan odamlar. Masalan, siz ariza yubordingiz, lekin hujjat qaytarilgan bo'lishi mumkin. Sababi pasport nusxasi noto'g'ri yuklangan, bank karta rekviziti xato kiritilgan, oilaviy tarkib bo'yicha ma'lumot yetishmagan, telefon raqami tasdiqlanmagan yoki arizangiz qo'shimcha ma'lumot talab qilinadi holatda qolib ketgan. Siz esa men ariza berdim deb xotirjam yuribsiz. Men bunday holatlarni ko'p ko'rganman. Ariza yuborish bilan ish bitmaydi. Ariza qabulga olinganini va ko'rib chiqish jarayonida ekanini tekshirish kerak. Uchinchi toifa, boshqa hududga ko'chganlar. Masalan, odam Farg'onadan Toshkentga kelgan, lekin doimiy ro'yxati eski manzilda qolgan yoki oilasi bir joyda, o'zi ish sababli boshqa joyda. Tizimda qaysi mahalla, qaysi tuman, qaysi idora mas'ul ekanda chalkashlik chiqishi mumkin. Bunday odamlar men qayerga murojaat qilaman degan savolni ertaroq hal qilish kerak. To'rtinchi toifa, oilaviy holati o'zgarganlar. Nikohdan o'tgan, ajrashgan, farzandli bo'lgan, boquvchisini yo'qotgan, oilada nogironligi bo'lgan, shaxs paydo bo'lgan yoki daromad manbasi o'zgargan bo'lsa, eski ma'lumotlar bilan yangi to'lovni hisoblash noto'g'ri chiqishi mumkin. Masalan, ayol oldin yolg'iz ona sifatida yordam olgan, keyin nikohdan o'tgan, lekin hujjatlarni yangilamagan yoki aksincha ajrashgan, lekin tizimda hali turmush o'rtog'i bilan bir oila sifatida ko'rinadi. Bunday holatlar pul miqdoriga ham, umuman to'lov tayinlanishiga ham ta'sir qiladi. 5-toifa, pensiya yoshiga yaqinlashganlar yoki pensiyasini qayta hisoblatmoqchi bo'lganlar. Ko'pincha odamda eski ish staji, arf ma'lumotlari, ish haqi haqidagi hujjatlar to'liq kiritilmagan bo'ladi. Agar belgilangan muddatda ariza berilmasa, qo'shimcha hisoblangan summa keyinroq yoki faqat ariza sanasidan keyin qo'llanishi mumkin. Bu esa odam bir necha oy yoki hatto katta summadagi farqni yo'qotishiga olib keladi. Agar sizning to'lovingiz allaqachon tayinlangan bo'lsa, bank kartangizga muntazam tushayotgan bo'lsa, arizangiz tasdiqlangan bo'lsa va rasmiy tizimda holati qabul qilindi yoki to'lov tayinlandi deb ko'rsatilgan bo'lsa, siz vahima qilmasangiz ham bo'ladi. Lekin baribir men hujjatlaringizni bir marta tekshirib qo'yishni maslahat beraman. Chunki ba'zan karta muddati tugagan, bank rekviziti o'zgargan, telefon raqami boshqa odam nomida plastik karta bloklangan bo'lishi mumkin. Agar siz aniq bilsangizki, siz bu to'lov toifasiga kirmaysiz. Masalan, daromadingiz mezondan yuqori, huquqiy maqomingiz mos emas, kerakli staj yo'q, oilaviy holatingiz talabga tushmaydi yoki oldin bu to'lovni to'liq olgansiz. Unda ariza berishdan oldin ortiqcha vaqt sarflamaslik uchun rasmiy maslahat oling. Lekin menimcha menga tegmaydi degan taxmin bilan cheklanib qolmang. Ko'p odam aynan shunday o'ylab, keyin pul olishi mumkinligini kech bilib qoladi. Birinchi misol, 2 farzandli oila bor, ota mavsumiy ishlaydi. Ona uyda kichik farzand parvarishida. Oila daromadi past yordam puliga da'vo qilishi mumkin. Lekin ular mahalla o'zi biladi deb ariza bermadi. Qo'shnisi esa hujjatlarni tayyorlab, ariza topshirdi. Natijada qo'shniga oyiga, masalan, 600 ming so'm atrofida yordam tayinlandi. Bir yilga hisoblasak, bu 7 milyon 200 ming so'm bo'ladi. Birinchi oila esa shunchaki ariza bermagani uchun shu puldan quruq qolishi mumkin. Bu yerda gap kimdir bo'yib ketishdan emas, oddiy ro'zg'or xarajati, bolalarning kiyimi, dori-darmon, maktab anjomlari haqida ketyapti. Ikkinchi misol, pensioni ayolning eski ish stajida 5 yil arxiv hujjati hisobga olinmagan. U pensiyasini qayta hisoblatishi mumkin, lekin ariza bermagan. Agar qayta hisoblashdan keyin pensiyasi oyiga 2,5 ming so'mga oshsa, bir yilda 3 million so'm farq bo'ladi. Agar u muddatini o'tkazib yuborsa, ayrim holatda oldingi davr uchun farqni to'liq ola olmasligi mumkin. Ko'pchilik 2,5 ming nima bo'libdi deydi. Lekin pensioner uchun bu kommunal to'lovning bir qismi, dorining narxi yoki oziq-ovqat xarajatidir. Uchinchi misol. Yosh oila farzand tug'ilgandan keyin tegishli to'lov uchun murojaat qilish kerakligini biladi. Lekin bolaning tug'ilganlik guvohnomasini olib, keyingi bosqichni unutadi. Bank kartasi tayyor emas, ariza yuborilmagan, telefon raqam tasdiqlanmagan. 3 oy o'tadi. Keyin nega pul tushmadi deb so'rashadi. Tizimda tug'ilish qayd etilgan bo'lishi mumkin,
lekin to'lov uchun alohida ariza yoki rekvizit kerak bo'lgan. Shuning uchun har bir to'lov bo'yicha avtomatikmi yoki ariza bilanmi degan savolni aniq berish kerak. 4-misol. Bir kishi boshqa viloyatda ishlaydi, lekin doimiy ro'yxati ota-onasining uyida. U kompensatsiyaga yoki ijtimoiy yordamga ariza bermoqchi. Tizim uning oilaviy tarkibini ota-onasi, aka-ukalari bilan birga ko'rsatadi. Natijada umumiy daromad yuqori chiqib, ariza rad etilishi mumkin. Aslida u alohida oila bo'lib yashaydi. Bunday holatda yashash manzili, vaqtincha ro'yxat, oila tarkibi va daromad manbalarini to'g'ri rasmiylashtirish muhim. Aks holda odam huquqi bo'lsa ham noto'g'ri ma'lumot sabab pul ola olmaydi. 5-misol. Ariza beruvchi bank karta raqamini noto'g'ri kiritadi. Pul tayinlanadi, lekin tushmaydi. U 1 oy kutadi, 2 oy kutadi. Keyin borib so'rasa, rekvizit xato ekan. Agar muddat yaqin bo'lsa, bunday oddiy xato ham katta muammoga aylanadi. Shuning uchun men har doim aytaman. Ariza topshirayotganda pasport ma'lumoti, JSHSHIR, telefon raqam, bank kartasi, manzil va hujjat fayllarini 2 marta tekshiring. Birinchi nozik jihat, hamma to'lovlar ham bir xil tartibda berilmaydi. Ba'zilar avtomatik tayinlanadi, ba'zilar faqat ariza bilan, ba'zilar esa avval tekshiruvdan keyin belgilanadi. Shuning uchun bitta tanishingizning tajribasini o'zingizga to'liq ko'chirmang. Unga ariza kerak bo'lmagan bo'lishi mumkin, sizga esa kerak yoki aksincha. Ikkinchi nozik jihat, ariza sanasi juda muhim. Ayrim hollarda to'lov ariza berilgan kundan hisoblanadi. Masalan, siz iyunda murojaat qilsangiz, hisob-kitob 1-iyundan boshlanishi mumkin. 12-avgustda murojaat qilsangiz, shu sanadan boshlanishi mumkin. Agar siz 19-avgustda murojaat qilsangiz, oldingi davr uchun pul berilmasligi ehtimoli bor. Bu har bir tartibda alohida belgilanadi, lekin xavf aynan shunda. 3-nozik shart, hujjat topshirdim degani ariza qabul qilindi degani emas. Siz idoraga bordingiz, maslahat oldingiz, hujjatning nusxasini ko'rsatdingiz. Lekin ariza ro'yxatga olinmagan bo'lishi mumkin. Men odamlarga doim kvitansiya, ariza raqami, elektron tasdiq yoki SMS xabarini saqlab qo'yishni aytaman. Agar keyin nizo chiqsa, sizda men falon sanada murojaat qilganman degan dalil bo'lishi kerak. 4-nozik jihat, qarzdorlik yoki boshqa majburiyatlar. Ba'zi to'lovlar bank kartasiga tushganda, agar kartada kredit, aliment, ijro hujjati yoki boshqa ushlab qolish bo'lsa, pul to'liq yechilishi mumkin. Bu alohida masala, lekin odamlar ko'pincha davlat bermadi deb o'ylaydi. Aslida pul tushgan, lekin bank yoki ijro tartibida ushlab qolingan bo'lishi mumkin. Shuning uchun to'lov uchun alohida kartadan foydalanish, bankdagi holatni tekshirish foydali. 5-nozik jihat, telefon raqam va elektron kabinet. Hozir ko'p jarayonlar SMS tasdiq, elektron imzo, OneID yoki davlat xizmatlari portali orqali yuradi. Agar telefon raqam sizning nomingizda bo'lmasa, eski raqam ochgan bo'lsa yoki elektron kabinetga kira olmasangiz, ariza berish cho'ziladi. Buni 15-avgustga bir kun qolganda hal qilish juda qiyin. Shuning uchun texnik masalalarni hozirdan tekshiring. 6-nozik jihat, hujjatdagi kichik farqlar. Ism, familiyada bitta harf xato yozilgan bo'lsa, tug'ilgan sana noto'g'ri kiritilgan bo'lsa, nikoh guvohnomasidagi ma'lumot pasport bilan mos kelmasa, ariza to'xtab qolishi mumkin. Masalan, shoxsda bir joyda shoxsda deb yozilgan, familiyada apostrof tushib qolgan. Eski pasport seriyasi yangi ID karta bilan bog'lanmagan. Bu mayda ko'rinadi, lekin tizim uchun bu boshqa odamdek ko'rinishi mumkin. 7-nozik jihat, rad javobini olgan odam hammasi tugadi deb o'ylamasin. Agar sizga rad javobi kelsa, uning sababini o'qing. Daromad yuqori, hujjat yetishmaydi, ma'lumot mos emas, toifa talabga javob bermaydi kabi sabablar bo'ladi. Agar hujjat yetishmasa, to'ldirib qayta topshirish mumkin. Agar ma'lumot xato bo'lsa, tuzatish mumkin. Agar daromad noto'g'ri hisoblangan bo'lsa, izoh berish mumkin. Lekin bularning hammasi muddat ichida qilinsa, foyda beradi. Birinchi qadam, o'zingiz qaysi to'lovga da'vogar ekaningizni aniqlang. Buning uchun mahalladagi mas'ul xodimga, tuman ijtimoiy himoya bo'limiga, pensiya jamg'armasi bo'limiga, davlat xizmatlari markaziga yoki tegishli rasmiy portalga murojaat qiling. Savolni umumiy berman. Menga pul tegadimi deb emas. Mening holatim bo'yicha 2026 yil 1-avgustgacha ariza berilishi kerak bo'lgan to'lov yoki kompensatsiya bormi deb so'rang. Aniq savolga aniq javob olish osonroq. Ikkinchi qadam, hujjatlaringizni tayyorlang. Odatda pasport yoki ID karta, JSHSHIR, yashash manzili,
bank karta rekviziti, telefon raqam, oilaviy tarkib, daromad ma'lumotlari, farzandlar tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh yoki ajrim hujjati, nogironlik ma'lumotnomasi. Pensiya hujjatlari, ish staji yoki arxivlamotlari kerak bo'lishi mumkin. Hamma to'lovda hammasi talab qilinmaydi. Lekin siz asosiy hujjatlarni tartibga keltirib qo'ysangiz vaqt yutasiz. 3-qadam. Bank kartangizni tekshiring. Karta faolmi? Muddati o'tmaganmi? O'z nomingizdami? SMS xabarnoma ulanganmi? Rekvizit to'g'rimi? Ba'zi odamlar karta raqami bilan hisob raqamini adashtiradi. Ba'zi arizalarda olmaychi xonali karta raqami yetarli bo'ladi. Ba'zilarida bank MFO, hisob raqami yoki boshqa rekvizit so'raladi. Nima so'ralgan bo'lsa, aynan shuni kiriting. 4-qadam. Arizani imkon qadar erta topshiring. Men bugun 5 avgustni kutmaslikni qat'iy tavsiya qilaman. Eng yaxshi yo'l hujjatlarni bir necha hafta oldin tayyorlash, arizani yuborish, holatini tekshirish, kamchilik bo'lsa tuzatish. Chunki oxirgi kunlarda portal sekin ishlashi, navbat ko'payishi, mas'ul xodimlar band bo'lishi, bitta ma'lumotnoma chiqishi kechikishi mumkin. 5-qadam. Ariza topshirilganini isbotlaydigan dalilni saqlang. Elektron ariza raqami, SMS, screenshot, qabul qilinganligi haqidagi kvitansiya, davlat xizmatlari markazidan berilgan hujjat, hammasini alohida saqlang. Telefoningizda rasm qilib qo'ying, qog'oz nusxasini ham yo'qotmang. Keyin arizam ko'rinmayapti degan vaziyat bo'lsa, shu dalillar sizga kerak bo'ladi. 6-qadam. Holatini muntazam tekshiring. Ariza topshirilgandan keyin kamida haftasiga bir marta portalga kiring yoki mas'ul idoradan so'rang. Ko'rib chiqmoqda. Qo'shimcha hujjat kerak. Rad etildi, tasdiqlandi, to'lovga yuborildi kabi bosqichlar bo'lishi mumkin. Agar qo'shimcha hujjat kerak bo'lsa, uni kechiktirmang. Chunki qo'shimcha hujjatni vaqtida bermasangiz, ariza yopilishi yoki rad etilishi mumkin. 7-qadam. Rad javobi kelsa, darrov sababini aniqlang. Men bunday vaziyatda jahl bilan chiqib ketishni emas, hujjatni o'qib, sababni yozib olishni tavsiya qilaman. Agar rad sababi noto'g'ri bo'lsa, shikoyat qilish yoki qayta murojaat qilish mumkin. Agar hujjat yetishmasa to'ldirasiz. Agar ma'lumot bazada xato bo'lsa, avval bazani tuzatasiz, keyin arizani qayta yuborasiz. Muhimi muddatni bo'y bermang. 8-qadam. Og'zaki va'da bilan cheklanib qolmang. Kimdir bo'ladi, kuting desa so'rang. Ariza raqami qani? Qaysi sonda qabul qilingan? Qaysi bosqichda turibdi? Qachon javob beriladi? Men buni ishonchsizlik uchun emas, tartib uchun aytyapman. Pul masalasida har bir qadam hujjat bilan tasdiqlansa, keyin muammo kam bo'ladi. Ariza matni odatda tayyor shaklda bo'ladi. Agar erkin shaklda yozish kerak bo'lsa, unda asosiy ma'lumotlar aniq bo'lishi kerak. Men falonchi, pasport yoki ID karta ma'lumotim, JSSHR raqamim, yashash manzilim, telefon raqamim, oilaviy holatim va to'lov so'rash sababimni ko'rsataman. Keyin menga tegishli to'lov. Kompensatsiya yoki qayta hisoblashni qonunchilikda belgilangan tartibda ko'rib chiqishingizni so'rayman deb yoziladi. Agar qo'shimcha holat bo'lsa, masalan, farzand parvarishi, nogironlik boquvchisini yo'qotish, kam ta'minlanganlik, ish staji, avvalgi to'lov olinmaganligi, hammasi qisqa va aniq yoziladi. Arizada hissiyot emas, fakt muhim. Juda qiynalib ketdim deb yozish mumkin. Lekin asosiy e'tibor hujjatga qaratiladi. Masalan, oilamda 40 nafar shaxs bor, 2 nafar voyaga yetmagan, doimiy daromad manbai falon, bank rekvizitim falon, ilova qilingan hujjatlar falon. Shunda mas'ul xodim ham, elektron tizim ham arizani to'g'ri ko'rib chiqadi. Birinchi xato. Muddatni oxirgi kunga qoldirish. Bu eng xavfli xato. Chunki oxirgi kuni sizga kerakli bitta hujjat chiqmay qolsa, hammasi to'xtaydi. Ikkinchi xato, boshqa odam nomidan ariza berish. Masalan, farzand otasi nomidan berilishi kerak, lekin onasi o'z nomidan yuboradi yoki aksincha. Yoki pensiya qayta hisoblashda vakolatnoma kerak bo'ladi. Lekin qarindosh shunchaki borib murojaat qiladi. Har bir to'lovda ariza beruvchi kim bo'lishi aniq bo'lishi kerak. 3-xato, noto'g'ri toifa tanlash. Portalda bir nechta xizmat bo'lishi mumkin. Odam shoshilib boshqa xizmatni tanlaydi. Keyin ariza noto'g'ri yo'nalishga ketadi. Xizmat nomini diqqat bilan o'qing. Tushunmasangiz, davlat xizmatlari markazidan yordam so'rang. 4-xato, eski hujjat bilan murojaat qilish. ID karta yangilangan, lekin arizada eski pasport seriyasi yozilgan. Bank karta yopilgan, lekin rekvizit eski. Manzil o'zgargan, lekin tizimda yangilanmagan. Bunday xatolar to'lovni kechiktiradi. 5-xato, rasm va fayllar sifatsiz yuklanishi. Telefon bilan hujjatni qiyshiq, qorong'i
kesilib qolgan holda suratga olishadi. Tizim yoki xodim uni o'qiy olmaydi. Hujjatni tekst joyga qo'yib, yorug'likda barcha burchaqlari ko'rinadigan qilib rasmga oling. Fayl ochilishini tekshiring. 6-xato. Bir tanishim hal qilib beradi deb rasmiy tartibni chetlab o'tish. Men bunday yo'lni maslahat bermayman. Pul va hujjat masalasida faqat rasmiy kanal orqali yuring. Hech kimga ortiqcha pul bermang. Kartangiz pin kodini aytmang. Elektron imzo kalitingizni begona odamga topshirmang. Firibgarlar aynan shunday muddat va to'lovlar atrofida ko'payadi. Agar 2026 yil 10-avgustgacha ariza berish shart bo'lgan holatda siz murojaat qilmasangiz, bir nechta oqibat bo'lishi mumkin. Birinchisi, o'sha davr uchun pulni ola olmasligingiz mumkin. Ikkinchisi, keyingi davrga qayta ariza berishingizga to'g'ri keladi. Uchinchisi, huquqingiz borligini isbotlash qiyinlashadi. To'rtinchisi, sizga muddat o'tgan degan javob berilishi mumkin. Albatta, ayrim holatlarda uzrli sabablar ko'rib chiqilishi mumkin. Masalan, odam kasal bo'lgan, hujjatni olish imkoni bo'lmagan. Tizimda texnik nosozlik bo'lgan yoki boshqa rasmiy sabab bo'lgan. Lekin men hech kimga keyin tushuntirib beraman deb muddatni o'tkazishni tavsiya qilmayman. Uzrli sababni isbotlash ham alohida mehnat, alohida hujjat, alohida vaqt talab qiladi. Eng to'g'ri yo'l arizani muddat ichida berish. Demak, asosiy gap bitta: agar sizga to'lov, kompensatsiya, nafaqa, imtiyoz yoki qayta hisoblash tegishi mumkin bo'lsa, 2026 yil 10-avgustgacha ariza berish masalasini albatta tekshiring. Menga o'zi tushadi, mahalla biladi, keyin beraman. Hali vaqt bor degan fikrlar pulingizni yo'qotishga olib kelishi mumkin. Hujjatlaringizni tayyorlang. Rasmiy manbadan tekshiring. Arizani erta topshiring. Qabul qilinganini tasdiqlang va holatini kuzatib boring. Men sizga ekspert sifatida eng amaliy maslahatni berdim. Pul masalasida taxmin bilan emas, hujjat va muddat bilan ishlang. Bugun tekshirsangiz ertaga xotirjam bo'lasiz. Kechiksangiz keyin aybdor qidirishdan foyda bo'lmasligi mumkin. Sizningcha bunday to'lovlar bo'yicha ariza berish tartibi oddiy odamlarga yetarlicha tushuntirilyaptimi yoki yo'qmi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Chunki men bu yerda aynan shunday muhim muddatlar, pul, huquq va hujjatlar bo'yicha sizga tushunarli qilib ma'lumot berib boraman.